Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga Banu Salama qabilasidan bir kishi kelib gaplashdi. Men u zotning oldilarida edim. Bas u: "Ya Rasululloh, ota-onam dunyodan o'tib ketdilar. Zimmamda ularga yaxshilik qilishdan biror narsa qoldimi?" dedi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam "Ha" dedilar. "To'rt narsa qoldi" dedilar. Ularning haqqiga duo qilmog'ing, ularga istig'for aytmog'ing, ikkovlaridan keyin ularning va'dalarini bajarmog'ing va ikkovlari tomonidan senga qarindosh bo'lganlarga silay rahim qilmog'ing deb javob berdilar. Shunda haligi odam naqadar ulug' yoki naqadar yaxshi ya Rasululloh dedi. Bas shunga amal qil dedilar. Ota-ona haqida qancha hadislar, qancha oyatlar, bu juda ham ko'p. Alloh taolo ota-onaga yaxshilik qilishlikni o'ziga ibodat qilgandan keyingi o'ringa qo'yilgan. Va qada robbuka alla ta'budu illa iyyah va bil validayni ihsana. Alloh azza va jalla hukm qiladi deb aytibdi. Va qada robbuk, Robbing hukm qilib aytadiki, alla ta'budu illa iyyah. Faqat ungagina ibodat qilmog'ingni hukm qiladi ya Muhammad sallallohu alayhi vasallam deb Alloh marhamat qiladi. Va bil validayni ihsana. Bitta vav harfi bilan o'ziga ibodat qilgandan keyin ota-onaga yaxshilik qilishlik amrini Alloh aytibdi. Va bil validayni ihsana. Xabar siyg'asi bilan kelyapti, lekin bu yerda ma'no amrda kelyapti. Ota-onaga yaxshilik qilishlikni Alloh taolo mana shunda aytibdi. O'shaning uchun nafli o'qiyotgan farzand ota-ona chaqirgan vaqtda namozni buzib, ota-onaga ijobat qilishi vojib hisoblanadi. Hatto Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ham bir kishini chaqirganlarda u nafl bilan, ibodat bilan mashg'ul bo'lgan vaqtda salom bergandan keyin borib javob berganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam men chaqirganimda nimaga kelmading deganda u kishi aytdiki, "Ya Rasululloh, men namoz o'qib turgan edim, nafl namoz o'qib turgan edim" deganda, "Men chaqirganimda sen menga ijobat qilishing kerak edi" dedilar. Demak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning chaqirig'iga ham javob berishlik vojib ekan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 4 yoshliklarida onalarni ko'rdilar, lekin 6 yoshliklarida onalari dunyodan o'tdilar. Madina yo'lida dunyodan o'tdilar. Lekin oradan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 40 yoshga to'lganlardan keyin payg'ambarlik keldi. Payg'ambarlik kelgandan keyin 13 yil Makka da yashadilar. 13 yildan keyin Madinaga hijrat qilganlardan keyin muborak onalarning qabrlarini ziyorat qildilar. Oradan qarib 50 yil o'tgandan keyin. Mana qarang. 50 yil o'tgandan keyin o'z onalarining qabrlarini borib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ziyorat qilyaptilar. Ana shu hadis mashhur. Ana shu hadisda aytiladiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam muborak onalarining qabrlarini ziyorat qildilar va yig'ladilar, atrofdagilarni hammani yig'latdilar dedilar. Ana shunda aytadilar, men Alloh azza va jalladan 2 narsa so'radim. Alloh birini menga berdi, ikkinchisini bermadi dedilar. Men onamning gunohini mag'firat qilishini Allohdan so'radim, Alloh menga izn bermadi dedilar. Men onamning qabrlarini ziyorat qilishlik ruxsatini so'radim, Alloh menga ruxsat berdi dedilar. Hatto ular ahli fatrat bo'lgan. Ularga hali islom kelmagan. Lekin qabrlarni ziyorat qilishlikni Alloh taolo ruxsat berdi. O'shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima dedilar? Fazurul qubur fa innaha tuzakkirul maut aw tuzakkirul akhirah. Qabrlarni ziyorat qilib turinglar, chunki u qabrni ziyorat qilishlik sizlarga o'limni eslatib turadi, boshqa bir rivoyatda oxiratda eslatib turadi degan. Demak, biz qabristonlarni ziyorat qilib turishimiz bizni esa ana o'sha bu dunyoga nisbatan
juda ham qattiq yopishib olmaslik, birovning haqqiga zulm qilmaslikka undarkan. Nimaga deganda, ertaga biz ham mana shularni yoniga boramiz degan ma'no keladi. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qabrlarni ziyorat qilganlarda assalomu alaykum ahlal qubur deganlar. Ey qabr egalari, sizlarga Allohning salomi bo'lsin. Yaghfirullohu lana va lakum. Alloh esa bizni va sizni mag'firat etsin. Antum salafuna va nahnu bil asar. Sizlar esa bizdan oldin o'tib ketgan zotlar sizlar. Biz ham sizlarni izingizdan bormoqchimiz. Ya'ni sizni izingizni bosib sizlarga yo'liquvchimiz. Va inna inshaallohu bikum lalahiqun boshqa bir rivoyatda keladi. Ya'ni biz ham Alloh xohlasa sizlarga yo'liquvchimiz deb aytganlar. Demak, qabrlarni ziyorat qilishlik ham islomning, shariatning sunnatlaridan ekan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qilgan va targ'ib qilgan ishlardan ekan. Chunki avvalgi islomda, islomning boshida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qabrlarni ziyorat qilishlikni man etgan edilar. Keyin esa mana bu hadis bilan qabrlarni ziyorat qilib turinglar dedilar. Hatto onalari islomni ko'rmagan bo'lsalar ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ota-ona bo'lganliklari uchun qabrlarni ziyorat qildilar. Hatto Hazrati Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ning ayollari bir ayollari, ya'ni Asmo binti Abu Bakr, Asmo qizlarining onalari iymonga kelmagan. Hatto islom kelgan bo'lsa ham u kishi iymonga kelmagan, mushrik holatda qolgan. Lekin Madinaga hijrat qilganlardan keyin Asmo onamizning huzurlariga onalari kelgan. Menga bir yaxshilik qilmaysan, men seni tuqqanman deganda, siz islomni qabul qilmadingiz, men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan ruxsat so'rayman deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan ruxsat so'raganlarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam u onangga yaxshilik qil dedilar. Hatto onasi boshqa dinda bo'lsa ham, hatto islomni qabul qilmagan bo'lsa ham, ota-onaning farzandlik burchi ota-onaga yaxshilik qilishlik vojib. Ota-ona namoz o'qimasligi mumkin. Ota-ona islomda bo'lmasligi mumkin. Ibodatda bo'lmasligi mumkin. Lekin farzand u haqida oxiratda so'ralmaydi. Farzand faqat nima uchun ota-onangga yaxshilik qilmading degan savol bilan tutiladi. Chunki ota-onani iymonga kelishi, iymonga kelmasligi, namoz o'qishi, o'qimasligi, boshqa qilishi, bu narsalar hammasi farzand mukallaf emas. Farzand undan hech qachon so'ralmaydi. Sizni taqdiringiz esa ana shu odamlarga farzand bo'lishlik tamom. Chunki Alloh taolo Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdek zotni mana shu ota-onalarga ham islomni nasib etmadi. Payg'ambarlik kelmasdan ular o'tib ketdilar. Agar xohlasa ular musulmon bo'lardilar. Ana shundan bilsa bo'ladiki, ko'p sahobalar shunaqa holatda bo'lgan. Lekin Alloh taolo aytibdi: "Va in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilm, fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa." Agar ota-onang seni shirk keltirishlikka majburlashsa, sening agar ota-onangga nisbatan biliming bo'lmasa, ularga itoat etmagin, lekin ularni bu dunyoda bilib turib do'st tutgin deyapti Alloh taolo. Mana. Demak, ota-onamizni hayotlik vaqtida biz Allohning buyrug'i degan ma'noda hurmat qilishimiz kerak ekan. Ota-onamiz vafotlaridan keyin barchamiz farzandlik burchi birinchi o'zimiz uchun istig'for so'rab, keyin Alloh taolodan ota-onamizni mag'firat qilishligini so'rashimiz kerak ekan. Robbi ja'alni muqimas solati va min zurriyati robbana va taqabbal du'a. Ibrohim alayhisalomning duolari bor. Robbi ja'alni muqimas solat. Ya Rabbi, meni namozni qoim qiluvchi bandalaringdan qilgin. Va min zurriyati, va mening zurriyotimdan ham mana shunday solihlarni chiqargin. Demak, ota-ona Alloh taolodan doimo solih farzand so'rasa, farzand esa ota-onaning mag'firatini so'rashi kerak ekan. Ota-ona o'tib ketadi. O'tib ketgandan keyin ham biz siz vafot etgunimizgacha albatta ularni Allohdan mag'firat so'rab, Allohumma mag'firli va li validayya degan narsa bilan eslab turishimiz kerak ekan. Endi
ana shu burchlardan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislarini o'zi mana shu bitta hadis butun shomil va komil vasiyatlarni o'z ichiga olingan. Shulardan eng birinchisi duo qilish. E'tibor beradigan bo'lsak, hadisda avval ota-ona haqlariga duo qilish, so'ng istig'for aytish zikr qilindi. Endi o'z-o'zidan savol tug'iladi. Duo bilan istig'forning nima farqi bor? Duo umumiy bo'lib, farzandlar ota-onalarining haqlariga Alloh taolodan barcha yaxshiliklar, Firdavs jannati, uning oliy maqomlari, bu duolar ota-onaga borib turadi. Ularning xayrli amallariga qo'shilib turadi. Bu bilan farzand ularga xuddi tiriklik chog'larida yaxshilik qilgandek bo'ladi. Istig'for aytishchi. Istig'for aytish xosroq bo'lib, Alloh taolodan ota-onasining gunohlarini kechirishini so'rab, istig'for aytish farzand dunyodan o'tib ketgan ota-onasiga Alloh taolodan mag'firat so'rab tursa, ularga vafotlaridan keyin ham yaxshilik qilib turgan bo'ladi. Bu borada Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam shunday marhamat qilganlar. Mayitning qabrdagi darajasi ko'tariladi. U aytadi: "Ey Robbim, bu darajat menga qayerdan keldi?" deb so'raydi. Shunda Alloh taolo farzanding sening haqqingga istig'for aytdi deb javob beradi. Ibn Moja va Ahmad ibn Hanbal o'z musnadlarida rivoyat qildilar. Endi bir tasavvur qiling. Vafotidan keyin ajru savob va darajotining yuksalishiga muhtoj bo'lib turgan marhumga farzandlari tomonidan katta tuhfalar yetib borib tursa, ota-onaning ruhlari qanday shod xursand bo'ladi. Dunyodan o'tib ketgan ota-onasiga mag'firat so'raydiganlarning eng yaxshisi namozxonlardir. Chunki namozxon har namozining oxirida duo qabul bo'ladigan bir maqomda salom berishdan oldingi duosida Allohumma g'firli va li validayya deb duo qiladi. At-tahiyot o'qiymiz, undan keyin salovat o'qiymiz, undan keyin Allohumma g'firli va li validayya va li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat deb so'raymiz. Ota-onaning ahdiga vafo qilish. 3-vasiyatlari Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning nasihatlari. Ota-ona kim balandir ahd tuzgan bo'lsa, kim bilandir ahd tuzgan bo'lsa, biron narsaga va'da bergan bo'lsa, boshqa majburiyatlari bo'lsa, shularning hammasini o'rniga qo'yib, vasiyatlarni bajarish ham ota-onaning orqasidan qilinadigan yaxshiliklar qatoriga kirar ekan. Bu ishlar ham farzand ularga xuddi tiriklik chog'larida yaxshilik qilgandek bo'ladi. Shuningdek, ota-onalar farzandlariga vafotlaridan keyin o'zaro ahil inoq bo'lish, meros va mol va mulk yoki yer talashmaslik, aka-ukalar, singillari hollaridan xabar olib turishlari kabi go'zal vasiyatlarni qiladilar. Ularning shu kabi go'zal vasiyatlariga amal qilish ham ota-onaning ruhlarini shod qiluvchi amallardan sanaladi. Zero Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam shunday deganlar: "Albatta siz tiriklarning amallaringiz vafot etgan yaqinlaringiz va qarindoshlaringizga ko'rsatib turiladi. Agar sizlarning qilayotgan ishlaringiz yaxshi amallar bo'lsa, marhumlaringiz xursand bo'ladilar. Agar aksincha bo'lsa, Alloh taologa yolvorib, ey Robbim, farzandlarimizni shu holda jonlarini olmagin, ularni to to'g'ri yo'lga hidoyat qilguningga qadar vafot ettirmagin deb duo qiladilar." Imom Ahmad ibn Hanbal o'z musnadlarida rivoyat qiladilar bu hadisni. 4-inchisi, ota-onaning do'stlarini, yaqinlarini, qarindoshlarini ikrom, ehtirom qilishlik. Farzand shu yo'l bilan ham ota-onasiga ular o'tib ketgandan keyin ham yaxshilik qilishi, orqalardan savoblarni yetkazib turishi mumkin ekan. Kim bu ishni muntazam qilsa, ularga tiriklik chog'larida yaxshilik qilgandek bo'ladi. Zero Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam yaxshiliklarning eng zo'ridan biri
kishi ota-onasining yaqin do'stu dugonalariga siylay rahim qilmog'idir dedilar. Imom Muslim rivoyat. Bundan tushunib olamizki, ota-ona dunyodan o'tib ketsa ham ularga yaxshilik qilish eshiklari ochiqdir. Mazkur rivoyatda qilganidek payg'ambar farzandning zimmasida ota-onaning yana nimalari, burchlari va o'ziga yarasha vazifalari bor. Chunki ba'zi masalalar keladi bizgaki, farzandlar ota-onaning vafotidan keyin meros ustida talashgan, yuz ko'rishmas bo'lgan va hokazo masalalar kelib turadi. Lekin mana shular hammasi shariatimizning xilofidadir. Chunki meros aslida Alloh taolo aytgandek bo'linishi kerak. Lekin ko'plar buni amal qilmaymiz. O'shaning uchun ota-onalar vafotlaridan oldin vasiyat qilib ketishlari kerak ekanki, mana shu falon farzandimning haqqi, bu piston farzandimning haqqi deb bo'lib borsa, mana shundan keyin farzandlar ota-onaning ortidan mana shunaqa holatlarga tushmaydi. Lekin mana biz yurgan o'sha Misrda shunaqa holatlar borki, 4 ta farzand bo'lsa, shu ota-ona vafot etishi bilan o'sha uyini kelib 4 bo'lakka bo'lib tashlaydilar. Sotib olib bo'lib tashlaydi. Ota-onadan bironta uy qolmaydi. Asorat qolmaydi. Hatto boy o'sha o'ziga to'q, lekin kelib shu meros haqqi tabarruk deb olib ketadi. Bizdagi holi ham shu yosh farzandga deb ular haqlaridan voz kechadilar va shunaqa holatlar bor, lekin ularda mana shunaqa holatlar juda ham kam. Alloh taolo barchamizni mana shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning nasihatlariga amal qilib hayot guzoronlik qilmog'imizni Alloh taqdir va nasib aylasin. Allohumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha va ajirna min khizyi dunya va azabil oxirati bi rahmatika ya